Okay, bitta narsa deyman, manzarani ko'ring-da. Xuddi shu lokatsiyada bor-ku, 1 kvadratini $2000 dan yaqinda reklama qiluvdik. Mirobod tumani shundoqqina cherkov ro'parasidagi 9 etajli domni 7-etajda maydoni 115 kvadratli 5 xona, 6 xona qilingan kvartiramiz srochno sotiladi. Video davomida narxi bilan aytib o'taman. Bu asosiy pod'ezd eshigidan kiraverish ko'ryapsizlarmi? Shunaqa hol xonalar ketma-ket joylashgan, chiroyli shkaf mebellarni qo'yib qo'yishgan ekan. O'ng qo'ldan bitta ko'rsatib beraman. Bu yoqni ko'ryapsizlarmi? Bitta xona qilingan. Bolalar yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda alohida vanna xonamizni ko'radigan bo'lsak, uni yonginasida katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. E'tibor beringlar, har bitta xonamizni o'zini ko'cha qaragan oynalari bor. Bu yoqda bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Sveji holatda turibdi. Bu yoqda ikkita ketma-ket xonalarimiz joylashgan. Birinchi bolalar yotoqxonasi, katta yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqni ham bitta xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda alohida hojatxona joylashgan bo'lsa, kuxnyani balkonga olib chiqib qo'yishgan ekan, ko'ryapsizlarmi? Mebel jihozlar bilan o'zini ovqatlanish joylariga ega. Lokatsiya zo'rda, Mirobod tumanida, shunaqina cherkov ro'parasida 115 kvadratli 6 xonali kvartira. 1 kvadratini $1560 dan. Pastda egalar nomini qoldiramiz.